Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Xudo xolasa Andijonga yetib kelganmiz. Yangi mebel bozoriga Xudo xolasa sizlarga yumshoq mebel narxlarini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa yangi joy, odamni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa odamlar sekin-sekin kelishyapti. Bugun Xudo xolasa bozor kunga birinchi bo'lib shu videoda Xudo xolasa chiqaramiz. Birma-bir narxlarni tanishtirib o'tamiz. Akamiz to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Aka kamera ortidan gapiraverasiz. Aka birinchi bo'lib shundan tanishtiraveramizmi aka? Ha, tanishtiramiz. Qanaqa mebel aka bu endi? Yangi kreslov bor aka, ofislar uchun. Ofislar uchun olishadi. Aha. Qanaqa materialdan bo'lganda aka? Moshi materialdan. Moshi materialdan. Dasko burjina ortoped. Aha. Terak material aka. Razmerlari uzunligi necha endi buni? 90 ga 380 joyga tushadi bu. Aha. Zo'r tushadi shunga Xudo xolasa. Xo'p aka, buni boshqacha rangini zakaz qilsa tayyorlab berasiz. Tayyorlab beraman. O'zlaring birinchi qo'rsizlar aka, Xudo xolasa. O'zlaring birinchi qo'rsizlar. Narxini necha pulga berasizlar endi aka 3 million so'm qilib beramiz aka. 3 million so'm dastavkalari qanaqa aka buni? Dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi aka. Kelishilgan holatda telefon qilishsa, Xudo xolasa qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib beriladi Xudo xolasa. Bu tarafga o'tiramiz, bu tarafni sizlar aka, Xudo xolasa aka. Mana shundan tanishtiraylik, Ugalov mebelni. Aha. Qanaqa material endi aka buni? Moshi material aka. Bu ham moshi material, aha. Pufilari bor ekan o'zini. Pufilari 3 ta bo'ladi aka. Juda katta pufilari bor ekanda. Xonlari ham. Xonaning razmeri aka nechiga necha bo'ladi? 92 275 aka. 90 ga 275. Aha, juda chiroyli ishlangan ekan bu ish ham aka. Qo'loyimizning razmeri 130 ga 230 aka bu yog'i. Aha. Buni ham boshqacha rangini zakaz qilsa tayyorlab berilaveradi aka. Farqi yo'q bunisini Xudo xolasa. Tayyorlab beriladi. Narxi necha pul endi aka buni? Obunachilarga Xudo xolasa 5 millionga beramiz aka buni. 5 millionga beriladi. Dastavkasi o'sha kelishilgan holda qilib beriladi buni. Xudo xolasa yangi mebel bozorida ko'rib turibsizlar, assortiment ko'p. Xudo xolasa hammasini bir video qilib chiqaramiz. Bunisi qanaqasi endi aka bu? Bunisi teddy materiali. Qanaqa materialda? Teddy. Nomi shunaqa deyiladi. Nomi shunaqa material. Aha. High-tech fason 5,5 million so'mga ekan. Xonlari ham boshqacha ishlangan ekan, qolganlarga qaraganda. Buni 5,5 million so'm qo'yib berasiz. Qo'yib beramiz. Bu tepaga qo'yib berganlarning nimasi endi aka? Aka mana. Bu bonusmi endi? Ha, bonus aka. Bu alohida 300 ming so'm bu. Buni bepulga qo'shib berasiz. Ha, qo'shib beraveramiz. Qo'shib berasiz. Nomerlar ham o'shami? Yo'q, bu to'shaydi nomeri. Ha, bu to'shaydi nomeri. O'zlaring nomerlarni Xudo xolasa ekranga chiqarib qo'yamiz. Yana qaysilar bor aka sizda? Manamiz bor aka. Ular kichkinaroq so'raganlarga, hali uy kichkinaroqlarga, oilasi kichkinaroqlarga. Aha. Ikkita katta tumbasi bor, stollari bilan birga. Bu 3 ta bo'lar ekan. 3 ta emas, 2 ta. Ha, 2 ta. Prosta 5 taligida joyim-joylik uchun. Joy kichkinalik uchun, aha. Ranglari o'zgarsa, pul o'zgarmaydi aka bu. Boshqacha ranglar. Qanaqa masalan, qanaqa ranglari bor yana aka sizda? Har xil rangi bor. Har xil ranglar. Bozorda bor rangdan qilib beraveramiz. Ha, xullas tanlashganini qilib beraveradi. Mana misoldan uni yashil turgan bo'lsa, shundan tayyorlab bering desa, hali xotinlar o'zlari pardasiga moslaydi, aboyiga moslaydi, unaqasiga hammasiga Xudo xolasa o'zlari tayyorlab berishaveradi, Xudo xolasa. Chotki. Xollari ham boshqacha ishlangan ekan, ranglari. Xudo xolasa. Buni nechta qo'yib beramangiz aka? 4 million 200 ming so'm qo'yib beramiz xona bilan. Ikkita tumbasi. 4 million 200 ming xona tumbasi ichida. Ha, ichida. Chotki. Bular sizlardan emas endi aka. Bular sizlardan emas. Xudo xolasa nomeringizni aytib yuboring endi aka, kelishadik. Aha. 508 53 58. 53 58. Aytavering aka bemalol. Aha. 021 0711 aka. Telegramlaring bor, Xudo xolasa. Kelishadigan bo'lsa like tashlab berilaveradi. Xudo xolasa o'zim ham kanalimni pastga qo'yib qo'yaman. Telegram kanal o'tsalar, shu yerda yangi mebel bozorining lokatsiyasi bo'ladi. Bemalol tashlab beraverasizlar. Aka bu har kun ishlayaptimi bozor? Har kun ishlaydi. Nechadan nechagacha? 9 dan 5 ga 17:00 ga. 17:00 gacha ishlayapti. Hali Jahon bozori oldin borganmiz. Hali boshqacha bo'lardi. Payshanba ishlaydi. Ha, hali uni ham hafta kunda 2 ta bo'lardi xolos. Hozir har kuni bo'lyapti. Har kuni bo'ladi. Asosan payshanba bo'ladi. Asosan shunaqa. Asosan shunaqa. Lekin har kuni kelsa bo'laveradi. Kelsa bo'laveradi. Xudo xolasa zo'r imkoniyat bo'ldi. Andijonliklarga ishlarini olib chiqib ko'rsatgani. Aloqaga chiqinglar, Xudo xolasa akamiz chiroyli qilib berishadi. O'zimiz chiqaramiz deyshab, xohlagan turda, xohlagan ranglarni Xudo xolasa tayyorlab berisha oladi. Aloqaga chiqinglar, Oyatullo o'z kanalida oldim deyishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka sizga ham rahmat.